Payariq tuman Xalqobod mahallasida kirib yashashga tayyor bo'lgan 13,5 sotixlik hovli sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi videomiz shu haqida bo'ladi. Hovlini manzili haqida kengroq ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu yer Chelak shahridan kelaverishda Eshimoqsoq tugashida o'ng qo'ldagi ko'chada joylashgan. Umumiy maydoni 13,5 sotixdan iborat bo'lgan ushbu hovlida alohida mehmonxona, uni osti oshxona qilingan. Bundan tashqari hovlimizda bir dahliz va 3 xonalik imorat qurilgan. Endi esa sizlar bilan birgalikda xonalarni ko'rib chiqamiz. Hovlidagi asosiy imoratda bir dahliz va 3 ta xona joylashgan. Dahlizning o'lchamlari 3 metrga 6 metrni tashkil etadi. Kirganda o'ng qo'ldagi birinchi xona, bolalar yotoqxonasi, u yerning o'lchamlari 4 metrga 4 metrni tashkil etadi. Kirishingiz bilan to'g'ridagi mehmonxonaning o'lchamlari 4 metrga 6 metrni tashkil etadi. Kirgandan chap tomonda esa ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. U yerning o'lchamlari 3 metrga 4 metrni tashkil etadi. Mehmonxona darvozadan kirganda o'ng qo'lda ikkinchi qavatda joylashgan. O'lchamlari esa 4 metrga 6 metrni tashkil etadi. Mehmonxonada ko'rib turgan barcha mebel, texnika, jihozlar o'z joyida qoldiriladi. Oshxona ham xuddi shunday o'lchamda mehmonxona ostida, ya'ni podvalda joylashgan. Xonadonda ko'rib o'tgan barcha mebel, texnika, jihozlar, idish-tovoq, qozonlargacha xuddi shu joyda qoldirib ketiladi. Bundan tashqari hovlida ko'plab turdagi mevali daraxtlar, tomorqa uchun ajratilgan katta yer maydoni, chorva uchun og'il, eng asosiysi 4 metrga 40 metrni tashkil etadigan usti yopiq ayvon ham qurib qo'yilgan. Hujjatlari joy-joyida bo'lgan. 13,5 sotixdan iborat bo'lgan ushbu hovlining narxini 44 ming dollar kami bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib, bemalol savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha tanishlaringizga borib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.